Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizani mana bir yana chiroyli terim qilyapmiz. Mana qurtmaylarimiz. Mana shunday qurtmaylarimiz chiqmoqda. Mana yiriklari, maydalari bor. Maydalari qurtmaylarimiz yana hali ham chiqmoqda. Bizda 18-terim va bizda mana yana hosillarimiz ketma-ket gullab shodalar bermoqda. Mana shodalarimiz juda chiroyli, trips chaqib qurtmaylarimizda ancha mazasini qoshiryapti. Shu paytda may oyida tripsga yaxshiroq ishlash kerak. Shuncha ishlasak ham ba'zi tripslar chaqyapti. Mana shunday chiroyli gullar, mana gul shodalar ketma-ketlikda kelmoqda. Bizda 9-mayda terim qilyapmiz. Mana shunday qurtmaylarimiz, palaklarimiz o'ta chiroyli palak. Bizda mana shunday terim bo'lyapti. Bu alba navimiz. Albalar mana gullamoqda. Alba ikkinchi partiya gullari. Hosil termoqdamiz. Mana bu yerda albionlarimiz. Albion hosillari. Mana shunday hosillari bor. Albionlarimizdan juda chiroyli. Mana shunday shoda va gul shoda, yana gul shoda hosillarimiz ketma-ketlikda. Chiroyli gullab hosillarimiz. Albion navimiz. Bu yerda albion, alba, kleri to'g'risi adashib qizlar ekib yuborishgan. Albalarni men taniyman, klerilarni ham. Albionlar ham mana shodasi bilan 17-18-terimlar. Keyingi shodalari ham o'ta go'zal. Qulmaymiz, rangi ham. E'tibor qilsalaring, mana shodalari ustida juda ko'p. Juda chiroyli hosil qilmoqda. Bizda mana klerilarimiz ham, kleri navimiz, mana kleri navimiz. Kleri ham gullab, keyingi partiya mana gullari va shodalari. Kleri, alba va albionni qizlar kasetalarni aralashtirib ekib qo'yishgan. Shu yerda alba ham bor, albion ham bor. Mana shunday albion navi. Mana shunday chiroyli gullab, yana hosillari juda zo'r. Mana shunday hosillarimiz bor. Ketma-ketlikda gullamoqda.